Ha, oka. Nima bo'ldi? Kechiga kilet oldingmi? Yo'q, bir yarim tonlik bo'lganga og'irlik qiladi, oka. Ha, to'ppa to'g'ri qilasan. U gazelga ortish kerak. 1,5 tonna ortib 1 so'm topaman deb 10 so'm yo'qotasanmi? Hozir. Uka chaqirdi. Hamdam aka, siz yuk bor, aka. Bo'ldi. Volgach ko'tara oladimi? Qancha yuk? Sal og'irroqda 1 tonna 8. Ha, bo'ldi. Nechta beryapti? Uzoq emas, ham bo'sh suvga 200 ming so'm. Yo, menimcha 1 tonna 800. Gazel gaplashgani yaxshi uka. Oyna uka, odam chanqadi. Bo'la qo'y. 20 turbali kimdan aka? Bizada aka. Nech pul sotyapsizlar buni? 17 ming. Bo'lishini nech pul qilib berasizlar endi? Necha metr olasiz? 200 metr. 200 metr 17 ming yomon aytmadimi aka? Hisob-kitob qilaylik-ku ham. Mashinangiz bormi? Olib bormaymi? Bor, hozir 5 minutda kiradi. Birinchi armatura ortlari. Hamdamaga nima so'rayotgan ekan u bola? Yo'q, tanishini qidirib yurgan ekan. 20 talik turba nech pul edi? 12 ming aka. Ya jinnim, sen o'zimni yaqin tanishim so'rayapti, nech pul qilib berasan? Siz tanishingizga 10 milliondan bera qolsin. Ya, men amindan 10 dan olaman, bo'pti. Bo'pti, bera qoling. 200 metr hozir mashina keladi, olib berasan. Bo'ldi. Jahon ham ortib berasan lozim bo'lgiga. Hozir beraman. Yukingiz og'ir, yo'l uzoq. Stak kelgan berishim kerak. 150 ming qilib bering-chi bo'lmasa, 130 ming kamda. Assalomu alaykum Hamdam tog'a. Yo'q, 130 ming yurmayman. Va alaykum assalom. Ja, qalaysan? Rahmat. Nima qilirsan? Tog'a menga Naveski temir kerak edi. Temir